O'zbekistonda emas, butun dunyoda yangilik qilamiz. Biz O'zbekistonda zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda, mana qaranglar. Bu nima vazifa bajaradi? QR kodli tek, ya'ni quloq berkasi. Hozir ko'rsataman nima vazifa bajarishini, kuzatib boringlar. Qaranglar akalar, mana kameramni qo'shaman. Kameramda mana rasmga o'taman-da. Mana bu berkani bundoq qilib skaner qilaman. Chrome'da ochyapti, mana qaranglar. uzshorva.uz degan veb-saytni ochyapti-da. Mana topib beryapti, qaranglar. Ozod 001. Hisori 673 qo'y hisori. Xo'p, jinsi erkak, yoshi 1 yosh, tug'ilgan 2-2023-yil, vazni 62 kg, otasi, onasi noma'lum. Endi qaranglar, bu mana shu qo'y egasini shunday qo'ng'iroq qilib, mana shu yerda o'zida telefon qilib gaplashishingiz mumkin bo'ladi-da. Bu nimaga kerak akalar? Yaqinda bozorda qo'y yo'qoldi. Shaxsan meni qo'yim yo'qoldi. Agar insofli odamga tushib qolsa, masalan, ana shunday QR kodini skaner qilib turib, mana kamerada skaner qilib turib, mana shunday qulog'ida turadi bu endi. Mana bunday yaqinlashtirsangiz, mana ochib beradi Chrome'ni. Shuni bosasiz, ochib olasiz. Qaranglar qanchalik afzallik. Mana zamon. Qaysi davlatda shunaqa programma bor akalar? Foydalaning.